O'zbekistondagi chang havoni ashaddiy dushmani Velkin ham очиститель, ham увлажнитель. Ikkitasi birda 60 kvadratgacha mo'ljallangan. Havoingizni ham tozalab beradi, ham namlab beradi. Hozir mana очистителni yoqdik, загрузка bo'lyapti. Загрузка bo'layotgani bu degani havo qanchalik changligini bu o'qib oladi. Tagida podsvetkasi bor. Hozir mana yashil yonyapti, значит havo toza. Yani 3 xil rangda yonadi. Oranjoviy и havo juda yag'ir bo'lsa, qizil rangda yonadi. Mana bu yoqga ham PM 2,5 yozilgan. O'sha hamma qo'rqqan zararli zarrachalarni bu o'ziga tortib oladi. Также ultrafioletовый lampalari bor, virus mikroblarni ham o'ldiradi. Hozir men sizlarga buni ochib ko'rsatib beraman. Filtrlarini ko'rasizlar. Mana hozir qopqog'ini yechdik. Birinchi filtrimiz konditsioner setkasini eslatadi. Bu грубый filtr hisoblanadi. Keyingi o'rinda ko'mirli filtrimiz. Bu ko'mirli filtr changlarni o'ziga tortgandan tashqari yoqimsiz hidlarni ham o'ziga tortib oladi. И o'sha PM 2,5 zarrachalarni o'ziga tortib oladigan eng mayda filtrimiz. Bu filtr даже operatsiya xonalarida ishlatiladi. Bu yoqda mana ultrafioletoviy lampani ko'rsak bo'ladi. Virus mikroblarga qarshi.